Tadbirkor va ishbilarmonlar diqqatiga. Bulung'ur tumani hokimligi zaxirasida bo'lgan jami 5,2 gektar yer maydonlari aholi dam olish maskanlari va mehmon uylari tashkil etish uchun taklif etiladi. Eng asosiysi, ushbu yerlar aholining hordiq chiqarishi uchun nihoyatda qulay manzilda. Beshqo'ton mahallasi hududidan o'tgan Bulung'ur arig'i bo'yida joylashgan bo'lib, kelgusida ichki va xalqaro sayyohlarning sevimli dam olish maskaniga aylanishi kutilmoqda. E'tiborli jihati shundaki, joriy 2025-yil yakuniga qadar ushbu yer maydonlarida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zarur bo'lgan barcha infratuzilmalar byudjet mablag'lari hisobidan shakllantiriladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 1-apreldagi 132-sonli qarori asosida ushbu hududning infratuzilmasini yaxshilash uchun jami 2 milliard 285 million so'm mablag' ajratilgan. Ushbu mablag'lar doirasida 2025-yil yakuniga qadar bitta ko'prik qurilishiga 1 milliard 200 million so'm, asfaltlashtirishga 700 million so'm, bitta transformator o'rnatishga 250 million so'm, sep kabel tortishga 135 million so'm mablag' sarflanadi. Yaratilayotgan bu kabi qulay imkoniyatlardan foydalanib qolish istagida bo'lgan tadbirkorlar hamda yurtdoshlarimiz qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun Bulung'ur tumani hokimligiga ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. 97 kodi bilan 396 92 25, 99 kodi bilan 026 01 23.